Domni ko'ryapsizlarmi, qanaqa chiroyliligini. Shu domimizda 2 xonali 55 kvadrat metrli kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Ikkinchi etajda narxi $46,000 deyapti. Bundoq qarasanglar $830-835 tushyapti kvadrat metriga. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Mana bu yerda qaranglar, yashil zona bo'ladi bu. Mana bu yerda bolalar bemalol o'ynashadi. Mashina kirmas ekan. Bu yaxshi variant bo'ladi. Sizlar bilan birga ichkarini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Qurish yaxshi eshiklardan ishlatishgan. Hop, eshigi mana oynalar qo'yib qo'yishibdi. Hop, kirganimizda mana bu yoqda oshxona bo'ladi, studiya formatda. Hop, bularga e'tibor bermaysizlar. Bu yoqda mana o'ng qo'lda sanuzellar. Bu yoqda birinchi xonamiz. Bu yoqda ikkinchi xonamiz. Gaz, suv, svetdan, kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Dokumentlari sotishga tayyor qilib qo'yilgan. Uyimizni ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa bitta laykka bosib qo'yinglar. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Yangi Toshkent postdan 1,5-2 kilometr ichkari kirganda yo'l yuzida Ko'ksaroy mahallada joylashgan bo'ladi. Narxini starteri $46,000 deyapti. Yana ham kelishtirib berishadi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.